Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan aktivniy uygul, ya'ni aktivlangan ko'mir to'g'risida gaplashib o'tib ketamiz. Aktivlangan ko'mir bu ichaklarni tozalashda ishlatiladigan dori vositamiz, ya'ni intersorbent hisoblanadi. Endi buni chiqarilishiga keladigan bo'lsak, 250 milligrammdan chiqariladi. Endi bu ta'sir mexanizmiga keladigan bo'lsak, bu intersorbent gruppasiga kiradi. Ta'sir mexanizmi ichaklardagi gazlarni o'ziga absorpsiya qilib oladi, zaharlarni o'ziga absorpsiya qilib tozalab beradigan dori vosita hisoblanadi. Endi bu qaysi holatlarda qo'llaniladi? Qo'llanishiga keladigan bo'lsak, qorinda gaz to'planganda, ya'ni ichak dispepsiyalarida, meteorizm holatida, undan tashqari zaharlanishlarda, ovqat infeksiyasida, ovqatdan zaharlanganda, dizenteriya, shigilyoz, salmonelyoz kasalliklarida, undan tashqari qanaqadir dori vositalari bilan zaharlanish bo'ladigan bo'lsa, yo bo'lmasa organik ximik moddalardan zaharlanadigan bo'lsa, allergik holatlar bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir toshmalar toshib sababi yo'qolmay turgan holatlar bo'ladigan bo'lsa, hamda ichaklarni to'liq tozalashda ishlatiladigan dori vositamiz hisoblanadi. Endi bu qaysi holatlarda berilmaydi aktivniy uygul? Aktivniy uygul oshqozon yarasi hamda qon ketish holatlarida berilmaydi. Chunki bu aktivniy uygul tabletka qora rang bo'lganligi uchun axlat ichilganda qora kelishi hisobiga qon ketish holatidan farqlash qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun berilmaydi. Endi buni nojo'ya ta'sirlari ba'zi bir holatlarda qabziyat yoki diareya holatlari keltirib chiqarishi mumkin. Endi bu aktivniy uygul ichilganda axlat qop-qora keladi. Endi bundan qo'rqmaslik kerak. Bu o'zini tabletkani holati hisobiga yuzaga keladi. Endi bu aktivniy uygul yosh bolalarga ham, kattalarga ham qo'llasa bo'ladi. Endi holatdan kelib chiqib turib ko'rsatmasiga qarab qo'llaniladi. Endi aktivniy uygul bitta tabletkadan 3 ta tabletkagacha, ya'ni 250 milligrammdan 750 milligrammgacha qo'llaniladi. Qo'llash davomiyligi bir kunda 3-4 mahal berishi mumkin. Ya'ni bitta tabletkada 3 ta tabletkagacha 3-4 mahaldan berishi mumkin. Bemorlarni kilogrammiga, holatiga, zaharlanishda kelib chiqib turib dozalanadi. Ya'ni og'irroq holat bo'ladigan bo'lsa 10 ta tabletkagacha ichirish mumkin. Endi bu holatdan kelib chiqib beriladi. Endi buni boshqa dorilar bilan nojo'ya ta'sirlari kamroq hisoblanadi. Yaxshi dori vositasi ichaklarni organizmni tozalashda ko'p ishlatiladigan dori vositamiz hisoblanadi.